Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz ham xom piyozni yeyishni yoqtirmaysizmi? Og'zimdan hidi kelib qoladi, badbo'y yoqmaydi, achchiqlik qiladi deb har xil bahonalar topyapsizmi? Bugungi video lavhamizdan so'ng har kuni piyoz yeyishga odatlanasiz. Azizlar, sog'liq uchun boshqalarning gapiga tupurib qo'ysangiz arziydi. Axir hech kim siz kasal bo'lganingizda yordamga shoshib yugurib kelmaydi-ku. Bugungi video lavhamizda har kuni xom piyoz yeyish orqali qanday kasalliklarni oldini olish mumkin ekanligini bilib olasiz. Siz har kuni piyoz yeyishga odatlanmaganmisiz? Demak, ushbu sababni bilib olish vaqti keldi. 1. Qon shakarini barqarorlashda yordam beradi. Biotinga boy, ya'ni qandli diabet kasalligiga uchragan insonlar uchun eng yaxshi dori vositasi, tabiiy dori vositasi. 2. Yurak qon tomir tizimini muhofaza qiladi. 3. Yallig'lanishni kamaytiradi, tabiiy antiinflamator. 4. Hazmni yaxshilaydi, tolaga boy. Shuning uchun og'ir ovqatlar bilan doimo piyoz iste'mol qilinadi. 5. Suyaklar mustahkamligi uchun zarur bo'lgan marganiz manbai. 6. Terini tozalaydi va chiroyli qiladi. Sababi C vitaminiga boy. 7. Ba'zi saraton turlarini oldini olishda yordam beradi. 8. Yo'talga yengillik beradi. 9. Astma belgilarida yengillik keltiradi. 10. Erkin radikallardan tozalashda yordam beradi. Yana bir ma'lumot, piyoz qaynatilgan suvni iste'mol qilish ayollar uchun juda foydali bo'lib, bachadonda follikulyar kista paydo bo'lganda miyomada juda yaxshi yordam beradi, so'rilishini tezlashtiradi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.